Assalomu alaykum aziz ayollar, opa-singillar. Men akushер-ginekolog shifokor Feruza Nimajanova 11 yillik tajribaga egaman va sizlarga bugun spiral haqida savollaringizga javob bermoqchiman. Spiral semirtiradimi degan savolga javob eng birinchi o'rinda, eng ko'p keladigan savollardan biri. Yoki spiral qo'ydirdim, ozib ketdim yoki semirib ketdim degan savollar berishadi. Kelinglar, qanaqa bog'liqligi bor vaznimiz va spiral haqida gaplashamiz. Spiral bu to'g'ridan-to'g'ri semirtirmaydi va ozmaydi, lekin buni ta'sirida haqiqatdan organizmda o'zgarishlar kelib chiqadi. Spiral bu mana shu spiral, ya'ni qorinchasiga spiralsimon qilib metall o'ralgan jism va bu bachadonni ichida turib bizni homiladorlikdan saqlaydi. Endi bu qanaqa ta'sir ko'rsatadi? Matkani ichida turganda biz nisbatan o'zimizni tabiiy hayzimizga nisbatan ko'proq qon, hayz ko'rishni boshlaymiz va natijada agar ayol ko'p qon ko'radigan bo'lsa, organizmda kamqonlik rivojlanadigan bo'lsa, bu organizm uchun stress hisoblanadi. Agar bizda kamqonlik bo'ladigan bo'lsa, biz tabiiyki oqsillarni xohlamaymiz va biz ko'proq uglevod yeyishni xohlaymiz, yengil hazm bo'ladigan mahsulotlarni xohlaymiz. Kamqon insonlar go'sht yeyishni xohlamaydi. Kamqon insonlarda mana shunaqangi yengil shirinlikka tortadi, yengil nonga tortadi, xamir ovqatlarga tortadi. Mana shunaqangi narsalarni ko'proq yeyishga, даже mana osh deymiz, guruchli narsalar, bularni mazza qilib yeyishga harakat qilamiz va natijada tabiiyki biz semirishni boshlaymiz. Biz buni oldini olish uchun esa albatta kamqonligimizni davolashimiz kerak. Qondagi temir miqdorini, oqsil miqdorini va yetishmayotgan B guruh vitaminlarni, mana shuni hammasini poetapno to'ldirib borishimiz kerak. Faqat buni o'z holingizcha qilmaslikni tavsiya qilaman. Chunki agar sizda temir tanqisligi kamqonligi bo'lsa, bu aniq. Siz masalan nimadirlarning hidini yoqtirasiz, benzin, sigaret yoki yerni hidi, shunga o'xshagan narsalarni yoqtirasiz yoki go'sht yeyishni xohlamaysiz, shirinliklarni xohlab qolasiz. Bu narsalar tabiiyki temir tanqislik kamqonligini belgilari yoki tirnoqlarimiz qoshiqsimon ichkariga chuqurlashishi boshlaydi, sochlarimiz to'kiladi, kamhol bo'lamiz. Nima deydi, holsizlik kuzatiladi, uyquga to'ymaymiz. Bu holatlar hammasi kamqonlik belgilari. Mana shunga qarab turib, qo'shningiz ichgan qaysidir dorini olib ichishni tavsiya qilmayman. Agar sizda parazitoz bo'lsa, ya'ni gijjalar bo'lsa, ichakda zamburug'lar bo'lsa, kandidalar bo'lsa, bakteriyalar bo'lsa-da va organizmda juda ham toksin darajasi yuqori bo'ladigan bo'lsa, bu temir, bu og'ir metall hisoblanadi va organizmda intoksikatsiyaga sababchi bo'ladi. Yana ham holatingizni naborot og'irlashtiradi. Va bizda ichaklarimizda yashaydigan gijjalar, parazitlar temirni juda ham yaxshi ko'radi va ular sizga temirni bermaydi, o'zi birinchi yeyishni boshlaydi va yana ham ko'payishni boshlaydi. Shuning uchun ham albatta bizda turli xil detoks etaplari bor. Ichaklarimizni davolashimiz, organizmimizni turli xil mana shunaqangi moddalardan, toksinlardan tozalashimiz va jigarimizni ana shu temir moddasini o'tkazishga tayyorlab, gemoglobin hosil bo'lishga organizmni tayyorlab turib, keyin agar biz temir preparat qabul qiladigan bo'lsak, bizda juda ham zo'r ishlar beradi bu preparatlar va aytishadi-ku qizlar, necha oy temir ichdim, gemoglobin ko'tarilmadi, necha oy davolandi, umuman ko'tarilmaydi. Bu doim shunaqa. Mana shunaqangi gaplarni aytishadi. Sababi noto'g'ri davolanish tartibini noto'g'ri ketishida. Sekin-sekin biz bu narsani yo'lga qo'yishimiz kerak va natijada bizda juda ham yaxshi ozishni boshlaymiz. Hattoki gemoglobin joyiga tushgandan keyin organizm to'g'ri ovqatlarni tanlashni boshlaydi. Ongimiz bilan fikrlashni boshlaymiz va insonda juda ham yaxshi holatlar yuzaga keladi. Shunaqa holatlar bor, ayollarda depressiyaga tushib qolishadi-da, mana shunaqangi spiral qo'ydirib oylab yurishgan, ko'p qon ketib yurishgan va natijada kamqonlik natijasida organizm sekin-sekin hujayra darajasiga kislorod yetib kelmaydi, miyamizga kislorod yetib kelmaydi va sekin asta depressiv holatlar shakllanadi, libido tushib ketadi, erkak kishini xohlamaydi chunki umuman agar organizmda hattoki kamqonlik bo'lgan taqdirda ferritin tushib ketgan paytda ham reproduktiv sistema o'ziga dam olishga ruxsat beradi. Oddiy qilib aytadigan bo'lsak, reproduktiv sistema juda ham tez o'chib qoladigan sistemada bizning tuxumdonlarimiz shunaqaki bizni himoya qiladi. Ya'ni agar bizda biror bir kasallik holati bo'lsa, yetishmovchiliklar bo'lsa, birinchi o'rinda mana shu sistemamiz o'chib turadi. Chunki bizning hayotiy muhim a'zolarimiz bor. Biz bachadonimiz bo'lmasa, tuxumdonimiz bo'lmasa ham yashay olamiz. Lekin bizning miyamiz,
jigarimiz, buyragimiz, yuragimiz bizning hayotiy muhim a'zolarimiz va birinchi o'rinda organizm ularga yetkazib berishga harakat qiladi va mana shu a'zolarimizni faoliyatini ta'minlab berish uchun harakat qiladi va mana bunaqangi ikkilamchi a'zolar o'chib turadi. Bu bizni adaptatsiyamiz, yashab ketishimiz uchun, moslashuvimiz. Shuning uchun ham qizlarjoylar defitsitlaringiz bo'lsa, organizmda qiynalib ishlayotgan bo'lsa, bu narsa ham hatto sizda bepushtlikka olib kelishi mumkin. Shu narsani e'tiborini oling va gormonal o'zgarishga olib kelishi mumkin, sizni semirishingizga olib kelishi mumkin. Demak, javob qisqasini qilib aytadigan bo'lsak, spiral sizni semirtirmaydi, lekin spiraldan keyin kelib chiqadigan zanjir bizni holatimizni og'irlashtiradi, semirishimizga yoki ozolmasligimizga sababchi bo'ladi. Yana bitta holat ozdiradimi? Ozdirishi mumkin. Qanaqa? Bu ham to'g'ridan-to'g'ri ozdiruvchi ta'siri yo'q, lekin bunda ham xuddi shu kamqonlik hisobiga, organizmdagi defitsitlar hisobiga ichaklarimizda gepatitli gastrit oshqozonda rivojlanadi, ya'ni kamqonlik natijasida oshqozonimizda kislorod kislotalilik muhitini yetishmovchiligi shakllanadi va biz yegan ovqatimiz yaxshi hazm bo'lmaydi, yaxshi parchalanmaydi, oxirigacha so'rilmaydi organizmda va prosta axlat holatida chiqib ketishi boshlaydi. Bizdagi yaxshi yetilmagan shu so'rilish protsessining buzilganligi bizni ozib ketishimizga sababchi bo'ladi. Noto'g'ri, ya'ni bu yerda ham xuddi shunaqangi noto'g'ri proseslar rivojlanishiga olib keladi. Shuning uchun ham agar spiralingiz bo'lsa va bu siz uchun yaxshi tanlov saqlanish usuli bo'lsa, kamqonligingizni har doim davolab turing. Oshqozonning kislotasi tushib ketmasin, bu bilan ishlab turishingiz kerak. Defitsitlarni yopishingiz kerak, yaxshi vitaminli ovqatlanishingiz kerak bo'lsa, turli xil sog'lomlashtiruvchi vitamin preparatlarni faqat vrach nazoratida qabul qilishingiz kerak. Agar sizda spiral umuman to'g'ri kelmayotgan bo'lsa, aytganimizdek 7-8 kun, 9-10 kun hayz ko'rayotgan bo'lsangiz, spiralni shunchaki olib tashlash kerak. Qizlar boshqa saqlanish usulini tanlashimiz kerak. Sog'ligingizga e'tiborli bo'ling. O'ylaymanki, sizlar uchun bu foydali video bo'ldi. Agar foydali bo'lgan bo'lsa, like tugmasini bosib qo'yinglar, boshqa qizlarga ham yetib borsin va savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qo'ying. Biz imkon qadar savollaringiz asosida videolar tayyorlashga va sizlarga berishga harakat qilamiz.